Assalomu alaykum hammaga. Biz Yangi bozor tumani Bog'alandamiz. Katla mahallasi, Nurli kelajak ko'chasi 71-uy. Normat ekan uyindamiz. Bu uyimizda ham ko'mir atablini ishlarni atib topshirdik. Uyimizda shu 9 tochka bo'ldi. 8 yera batareya qo'yildi. Dalonimizga 3 yera batareya qo'yib berdik. Batareyalarimiz 40 ga 10 deb aytiladi. 40 santi, yani 10 santi. Zamonaviy shu doğru element batareyalardan hammasini rossiyskiy kraniklarni qo'yib 90 gradus bekib ishlab berganmiz. Oynalarimiz tegi kichkina bo'lgani uchun bu yerga 40 santilik qo'ydik. Uni 57 likdan qo'ysak sig'mas edi. Birinchi va ikkinchi batareyamiz. Joyimizni buzib o'tirib berdik. Bu yerda avval elektrik turbalardan podachobratga tortilib turadi. Shuning uchun obratlarning ko'psini buzmadik, buzib o'tirmanglar dedi. Ba'zi zollarimizga 20 latib qo'yib berdik. Bu batareyamiz ham shu 500 ga 100 deb aytiladi. Podachobratimiz 32-25 aralash bo'ldi. Uyimizda ketgan materialni uy egasi bilan birga barib aldık. Materialimiz özü 13,5 milyon so'm pul bo'ldi. Bu 4-chi batareyamiz, dalonimiz. Dalonimiz ham mendan 40 santilik batareya qo'yib berganmiz. Keyin ichan spalnilaridan az yakayatırmiz quloq qiladi. Bu 5-chi batareyamiz. Bu 6-chi batareyamiz. Boy bo'g'aylarni shunday orqalariga gipsa gardolarni qo'yib, yonmaslik uchun ishlaymiz. Ham ko'paylarda opart devola deyishinglar deb aytadi. Devola deyish iloji yo'q. Turbalarimiz kraska urish kerak, ishlash kerak. Shuning uchun devoldan ochamiz ham orqasiga gipsa gardon qo'ymasa ishlab bo'lmaydi. Ham devolni saraytirib tashlaydi, turbalar devola yaqin qolsa. Aboylardan mishet etmin, yirtmin, yoqmin, kuydirmin chiroyli ishlab berdik. Bu oxirgi batareyamiz. Bu ham pechning ustidan o'tgani uchun ulu batareya sig'madi. 20 latib 40 santilik batareya tashlab berdik. Deshlarni ham chiroyli oqatlab deshganmiz. Bu uyimizga kotol qo'ymadik, o'zi pechdan qurib qo'ydik. Paga bir sezon ko'rik deb turibdi. Agar bu qizdirib bo'lmajak bo'lsa, effekt bermajak bo'lsa, shu bilan o'zlarimizda chiqib turgan kotollardan qo'yib beramiz bu yerdan. Nasos sistemasi deb ishlab berdik. Pechlarga ham Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Chiqqan o'xshiy summani oxirida pastda yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.